Beruniy tumanida bug'doy o'rimiga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining raisi Amanbay O'rinbayev, Vazirlar Kengashi raisi, sohaga mas'ul mutasaddilar hamda fermer xo'jaliklari vakillari ishtirok etdi. Seminar avvalida nuroniylar tomonidan dehqonlarga sihat salomatlik, kuch-quvvat tilab duoga qo'l ochildi. Seminar davomida bug'doyni qisqa muddatlarda yuqori sifat bilan o'rib yig'ib olish uchun moliyaviy hisob-kitoblar, ishchi otryadlar tashkil etish haqida batafsil ma'lumot berildi. Maxsus texnika va zamonaviy agregatlar bilan ta'minlandi. Shuningdek, yoqilg'i moylash materiallari zaxiralari yaratildi. Bu kabi tashkiliy chora-tadbirlar o'rim-yig'im jarayonlarini uzluksiz va yuqori samaradorlikda olib borishga, hosilni isrof qilmasdan o'z vaqtida yig'ib olishga xizmat qiladi. Seminar ishtirokchilari o'rtasida tajriba almashinuvi va hamkorlik aloqalari mustahkamlandi. Qishloq xo'jaligida ilg'or texnologiyalar va samarali metodlarni keng joriy etish bo'yicha fikrlar almashildi. Bundan tashqari, hududlarda bug'doy hosilini yanada oshirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqish muhimligi ta'kidlandi.